Allah'ın El-Fettah degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa Ustad Abduvali Qari Rahimullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslında Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri derslikinden Allah'ın El-Fettah degan isim sifatları haqidagi tefsirini okuyumuz inşallah. Ba'de Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın El-Fettah degan isim sifatları haqidagi tefsirler. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 2 tilga ilingan. Yani Sure Saba 26. ayetida tercümesi aytqin ki Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning aramizda haqliq bilan hukm chiqirdi. Allah adil hukm qilg'uchidir. Xaloyiqning ahvolini bilgichidir. El-Fettah o'zining ilohiyati bilan har bir taqoq narsalarni ochqichi, hidoyati bilan har bir qiyinchilikni echib tashlag'uchi zot demakdir. Ba'zida Allah subhanahu va taolo mamlakatlarni o'zining payg'ambarlariga dushmanlarining qo'lidan ilib fatih qilib berdi. Mana Allah subhanahu va taolo Muhammad alayhissalatu vassalamga Mekke'nin fathisini e'lon qilib, tercümesi Allah'ın senin ilgiriki ve kiyinki günahlarını keçirişi, sana bergen nimetini mükemmelleştirişi, seni doğru yolga başlaşı, sana güçlük yardım berişi üçün sana biz hakikaten roşen galbe ata kıldık. Sure Fath 1. ayet. Yani Mekke'ni fethi kılıp berdik dedi. Bazı rivayetlerde Hudeybiye sulhisini mu Fath deb hesaplaydı. Bazı vaxtlarda özünün dostlarının kalbini fethi kılıp açıdı. Ulağa özünün rahmet dervazlarını açıdı. Sure Fatir 2. ayetide tercümesi Allah rahmetinden kişilerge açkan nersini hergizmi tosup kalalıgıcı bulmaydı. Elbette gayb kelimeleri ve bütün rızık kelimeleri kudret koludu boğan zatni El-Fettah deb süpetlenişke layıktır. Allah subhanahu ve teala'nın El-Fettah süpetini bende bilgendin keyin özünün tili bilen kişilerinin dini kıyınçılıklarını içip taşlaşka heyrismen buluş gerek. Ulanın dünyavi, İslam'a muvafık olmagan kıyınçılıklarını köygende, ulanın kıyınçılıklarını özünün ilmi ve til bilen hal kılışka heyrismen buluş gerek. Şundila Resulullah aleyhissalatu vesselam'nın Allah'ın hulqı bilen huluqlanınla degen emrige boysungan bendile qatardan orun alıdı. Sure El-A'raf 89. ayetide tercümesi Şuayb yana aytdi. Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldurgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on chaplagan bo'lamiz. Rabbimiz Allah xolisa biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik. Yani hamma işimizni Allohga topshiramiz. Rabbimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargan. Sen hukm chiqarg'uchilarning eng yaxshisidirsan. Sure Fatir 2. ayetida tercümesi Allah rahmetidan kişilerge açkan nersini hergizmi tosup kalalıgıcı bulmaydı. Allah rahmetidan toskan nersini Allah toskandan keyin onu hiç koyup bergici bulmaydı. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Sure İbrahim 15. ayetide tercümesi Peygamberler Allah'tan medet dildi. Her bir uçuğu çıkan tersa şefkatsiz, yani
Allohga itoat qilishga gaydankashlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halok bo'ldi. Sura Shuara 117-118 oyatlarda tarjimasi Nuh aytdi: Rabbim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizgin. Sura Saba 26-oyatida aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bilan hukm chiqirdi. Allah adil hukm qilguchidir. Xaloyiqning ahvolini bilguchidir. Sura Sajda 29-oyatida tarjimasi aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sura Saf 13-oyatida tarjimasi sizlarga marhamat qilinadigan, sizlar yaxshi ko'radigan ikkinchi bir ne'mat Allohdan keladigan nusrat va yaqin g'alaba, ya'ni Makkaning fathi qilinishidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mu'minlarga bu ro'shan marhamat bilan xo'sh xabar bergin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislardan Rasululloh alayhissalatu vassalam mundaq degan: Biringlar masjidga kirganda mundaq desin: Ey Alloh, men uchun rahmatlarining eshigini ochib bersizlar. Chiqqanda yana salom yo'llab: Ey Alloh, men sizlarning fazlillarini so'rayman desin. Muslim rivoyati 1685-hadis. Sura Al-An'am 44-oyatida tarjimasi: Ular o'zlariga qilingan nasihatni unutgan chaqda ularga sinash uchun farovonlikning hamma eshiklarini ochib etdik. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal-xo'ram tug'anda ularni ushtum-tut jazoladik. Ular hasrat qoldi. Alhamdulillah. Yuqorida Ustaz Abduveli Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Allohning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsiriy darsligidan Alloh subhanahu va taolaning Al-Fattah sifatining tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.